Assalamualaikum qarindoshlar. Alloh ma'lumotlarni sizga tashkil qilgan xayrlarga muborak bo'lsin. Men o'zimning shunday bir qarindoshlarimiz bilan bugun bir muhim ahamiyatli yig'ilishda birga bo'lganimdan nihoyatda faxrliman, nihoyatda hayajonlandim. Men hozir tashkilotsiz havolarning vakili o'xshaydigan Nemishqa deganda men uzun yillar oldi haqiqatan Yevropaga chiqish 20 yillik bo'ldi. Dastlab bir tashkilotlar qatnashib yurgan, ammo turli sabablar tufayli o'zimni tortishga majbur bo'lib qoldim. Chunki mening yashash prinsipim haqning keyinda minish, rostning keyinda minish, soxta ish qilmaslik. Muşunçular 20 yıl jarayonida mening ko'rgan his qilganlarim meni bir tashkilotga a'zo bo'lib aktiv faoliyat qilmaslikka sabab bo'lgan. Chunki Barabiya onamizdan burun chiqqan chet elga u chaqlardagi Yevropadagi tashkilotchilik faoliyatlariniki qanday shaklda olib beryaptığını, uning unumini qanday bo'layotganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan. Hozir ümid so'zini o'tagan vaqtimizda Rabiya onamiz turmadan qo'yib berildi, chetga chiqqandan keyin 10 yil jinini olqiniga olib qo'yib milliy da'vo qilish natijasida Uyg'ur degan nom dunyo miqyosida bara-bara tonilib, masalan, dastlab Yevropaga kelgan vaqtimda Uyg'ur desam, ming odam so'zlasam, birsiniki men Uyg'ur degan nomni anglagan deganni anglamoqman. Ama Rabiya onanınki 10 yıllık güreş kılışı neticesinde etrafıga hakiki milletçiler ballarını jığıp uzun yıllık mücadele kılıç jarayonida hazır Uygur desek mesela Nuruliyada onun içinde 400 milyon kadar çekilmeyen. Nihayet afsuski biz yana muşundaq bir ulug' onanın bizde bir gap borki, bir milletler lider 50 yılda 100 yılda birisi çıkıldı da. Mustafa Allah bizge evetken liderliği aramızdaki men merkez olan şahsiyetçi, sahtpers insanların putlap jıqıtqanlığı hem bir merkezi teşkilat deb atalgan bir teşkilatның zavallık yüzünüşüge sebep bolganligini öz gözüm bilen gördüm. Bu iş tariximizde mi o'tgan? İşte Cumhuriyet kurulgandan keyin 62 Cumhuriyet jarayonida Elxon To'ra ayni mushundaq bir muhim bir yig'indan chiqib degan bir yig'iz gapi hozirgacha esimda. O deganki, bolalarim, bugungi kritik muhim bir yig'inda munofiqlik ideyasi, to'g'ri bo'lmagan ideya ustunlikni egallab ketib qoldi, xato qaror ilindi. Bunun neticesi keyingi avlodlarga bo'ladi, bunun zulmi keyingi avlodlarga bo'ladi debdi. Mana bugungi kunda biz 25-30 milyon deymiz. Bir cho'ng tarixda insoniyatga madaniyat qo'shgan to'kar bir millatni bir joy xital unsur kelib, yer shardan yo'q qilib o'taman degan shuarni uch oshkor o'tirib qo'yib turib, aynı vaqtda Hitler Yahudlarni lager kamplarga akirib gaz qo'yib berib darhol o'tirayotgan bo'lsa, bizning odamlarni qattiq o'rindiqda 10 soatlab, necha kunlar osh qo'yib o'ltirib oldi. Atalmış qayta tarbiyalash degan nazi kamplardan bizning odamlarimiz o'ligish qilyapti. Mushunda holatda bizning millatimiz tuyuqsizlar, mana o'xshash tashkilotsiz, ammo o'z atrofidagi Yevropalik yerliklarga millatimizning dardini, davosini anlatib qo'yapman. Shaxsan meni aytsam, men Nuruliyada 4-5 yil o'qituvchilik qildim o'rta maktabda yerliklarga. Bularda mening o'quvchilarim eng az 2000 o'quvchi bo'lmiş 5 yil jarayonida. 2000 o'quvchimning ichida Uyg'ur desa bilmaydigan yo'q. Şarq Türkistan bilmaydigan yo'q. Hozir Norvegiya davlat baj idorasida ishlayman. Bizning men bilan ishlaydigan 600 lik
adam var. Onun için en az 100 yıl Uygur'un bir xəbər çıxsa aldı bilan mağa kirdi. Və bunun yanımanda çox olur. Demək, şundaq bir şəkillərdə mücadilə qılıb birisiman. Amma məxsuslarning ki, mən o'ylayman, məxsuslar xeyli bor. Bularning uzundan buyoqqa bir orzusi mənni asos qilmaydigan, o'zining shaxsiy manfaatini, yuz obro'yini maqsad qilmaydigan, jon dili bilan haqiqiy vatan millat uchun jon ko'ydirib ish qiladigan bir lider. Yana chiqamo Rabia onamiz yiqilgandan keyin degan umid to'xtagan. Ben uzun yıllar küzüstük kavattam. Bunun cevabını dastlab olgan bo'lsam-mu, hozir ishonch qilolmagan bo'lsam-mu, ammo mushu oxirgi bir necha oy ichida mushu Istanbuldagi Turkiya boshqa yerlardagi faoliyatlar jarayonida men va menga o'xshashlar jumladan xalqimiz bu savolga javob topdi. Allohga shukrlar bo'lsinki, Rabia xonimdan keyin liderimiz yo'qolib ketmabdi. Yani bir şundaq bir insan var ki, o xalqni yetaklab mang'alaydi ekan. O bütün hayatını hem milletga ataptı, hem onundaki kabiliyet bütün milletni yetaklab menimcha yetarli ekan. Mana bu shundaq bir sabab tufayli bugünkidek toplashuv, yig'ilish, mana bu lozunkalar maydonga keldi. Amin. Allah'a ming shukr olsun deymiz. Yani bir ümit qayta tug'ildi xalqimizning orasida. Ben shuni aytib qo'yish, yani bu adam aramızda o'tiribdi. Bizga yetakchilik qila oladigan. Bunun misal vereyim. Mesela Muş'tan İstanbul'da qarindoshlarımızning o'zligidan qo'zg'alib yüzlab, necha yüzlab bu adamning oldiga kelib bizni yetaklar. Bizning hozir ayaydigan, qo'qilgan hech nimamiz qolmadi, jinimizdan boshqa hech nimamiz qolmadi. Vatanda ana singillarimizni, qarindoshlarimizni uchiq oshkora oyoq ostida qo'yatdi, xalqancha o'ltirib. Ben qo'rqinchoqdim, ben bir ishga qatnashmagan, ben dinchdim, ben palonchdim. Ve o'zimni o'ylab o'taylik qilgan, ammo hozir meni o'tira masalada keltirib qo'ydi. Sen bizni yetakla, biz bir ish qilaylik deb xalqimiz qo'zg'alib ketdi. Mana shuning natijasini buyon ko'ryapmiz. Shu maqsadda biz yerga keldik. İnşallah ben şahsen ümit var. Birisi aramızda yetakchi bir lider var. Yani birisi bütün xalqligidan qo'zg'alib ketgan bir sharoitda turyapmiz hozir. Mushu vaqtda bu tashkilotning dunyoga kelishi inshaalloh vatanimizning oxirgi ozodligini, ya'ni qo'limizdan kelgan mustaqilligimizni qayta qo'lga elib, shu mustaqil hur vatanimizda yashashga nasib qilsin. Biz musofirlikni shu qadar tatdik. 20 yil musofirlik jarayonida men shuni his qildimki, mayli avliyo bo'lib ket, millionlar bo'lib ket, trillionlar bo'lib ket, o'zingning tuprog'i, o'zingning vatanida yashamadingmi, sen baribir bir musofir. Bir yeringdan bo'yning qisliq holatda yashaysan. Balalaring shu. Uydan chiqsa, natunish millat, yot odamlar. Berilib, ichidan berilib, mening yanimda shu o'g'lim bor. Hiç birisi bir yerlik nur bilan ichidan berilib o'ynayolmaydi. Ammo natunish bo'lsa-mu, bir Uyg'ur ichki bolasini yetaklab kelsa, hayron qolamanki, bir damda ish qo'yib tosh qo'yib bo'ldi. Yani Uyg'urning Türk do'stlarimiz degandek, Türkning boshqa do'sti yo'q degandek, Uyg'urning boshqa do'sti yo'q. Boya bir do'stimiz deb o'tdi, biz musulmon, Allah deb tavhidimiz, ama Qur'oni Karimni Xitoy oshkor ko'ydirayotgan holatda bir musulmon o'lkasi chiqmadi. Bu nimqizining bizning ulug' dinimizga haqorat qilyapsa, deb Xitoyni haqorat qilgan emas, aksincha bir Uyg'urni tutsa, birini 10ni tutsa, 10ni Xitoyga pul qashlayapti. Shunday holatda biz o'zimizga tayanmasak, hem mustaqillik ideyasiga tayanmasak, bundan boshqa hech qanday yo'l yo'q bizga. Shuni deyman, qarindoshlarim, maydimizni ko'taraylik, beshimizni ko'taraylik,
İşenç bolsun. Çünkü halkımız 25 milyon halkımız kendimizde. Belli vatan içinde bolsun, sırtıda bolsun. Halkımız hazır hür yaşamaktan başka, müstakillikten başka bir yolunun yokluğunu toluk tunup yetti. Mustaqillikda biz eğer niyetimiz bir bulup, hammamiz etrafdan liderimizden etrafiga zich uyuşup, bar kuchimiz bilan onunğa hamdamda bulup, mening nazarimda hozir bütün xalqimizning ko'zi mishadi. Xalqimizda emas, Xitoyning ko'zi mishadi. Shuningga loyiq javob bera oladigan ishni boshlay olsak, inshaalloh uzun o'tmay vatanimiz ozod bo'ladi. Bizning mustaqillikka xotima berib, o'z hurmatimizni qaytaramiz.